Video avvalda sizlarga Shoh Gamer kanalini tavsiya qilib o'taman. U yerda juda ham qiziqarli videolar bor. Ссылка описаниеda. Barcha obunachilarga salom. Qolganlarga esa mening ismim Derpin va men YouTuberlar qishlog'idaman. Ha do'stlar, bilasizlarmi? Bugun bizni qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Masalan, qishloqda bir ish bor. Men sizlarga shu ishni hozir nima qilishimiz kerakligini tushuntiraman. Umuman tasavvur ham qila olmaysizlar nima bo'lganini. Bugun juda ham kulgili vaziyat bo'ldi. Hozir biz do'konchi do'stimning oldiga boramiz va sizlarga ko'rsataman. Do'stlar, buni qaranglar, tomorqalar qurib yotibdi. Tushunmadim. Fermerlar qayerga qarayapti? Hammaylar bu haqida merga aytamiz, ammo avvalga men do'stimning oldiga borishim kerak, chunki do'stim birinchi darajada ba'zi birlardan ko'ra. Salom Jitel. Salom, qalaysanlar? Ajoyib, nimalar qilyapsan? Har doimgidek sotuvchilik. Xo'sh, qishloqda nima yangiliklar? Yangiliklarni yo'q, seni chaqirishyapti. Kim chaqiryapti? Mer, Bo'ldi, har doimgidek, har doimgidek. Bo'pti, bo'lmasa men ketdim, senga esa omad. Rahmat. Xo'sh do'stlar, bilasizlarmi, shu Jitel eng yaxshi do'stlarimdan biri bu qishloqda, chunki stop. Nima turibdi? Tushunmadim. Unitaz. Xo'p, mayli, bunga hali keyin qaytamiz. Balki kimdir adashib tushirib qoldirgandir, shunaqasi ham bo'lib turadi. Axir bu YouTuberlar qishlog'i, birorta videoga birorta YouTuber olib o'tayotgan bo'lsa, tushib qolgan. Mayli, men ishim emas bu. Kim tushirgan bo'lsa, ana o'shaning muammosi. Xo'sh, do'stlar, eshikni ochamiz va salom janob Jitel. Salom, Derp, juda ham katta muammo bor. Nima? Qanaqa muammo? Bizda quvurlar buzilgan. Aniqroq uy portlagan va quvurlar buzilgan. Okey, lekin men santexnika emasman, tuzata olmayman. Bilaman, ammo sen ko'rishing kerak. Sendan boshqa hozircha bu yerda hech kim yo'q. Hamma qani? Bilmadim, o'lishdi. Yaxshi xabar. Yo'q, Do'stlar, hamma o'lgan bo'lsa, demak men o'zim bu yerda hayp qilaman, ajoyib. Qishloqni esa egallab olishim mumkin bo'ladi. Bu hazil, albatta politsiya chaqirmanglar. Salom Jitel. Salom, Nima bo'ldi bu yerda? sen kimsan o'zi? Men shu yerga qarashli odamman. Okey. Quvur buzilgan. Pastga tushib qarashing mumkin. Mayli, hozir tushib qarayman. Bo'la qol. Balki o'zing ham tusharsan. Yo'q, sen qarashlaysan bu yoqqa. Okey. Stop, axir bu boyagi joyga biz bu yerni portlatgan edik. Aniqroq sizlar ko'rmagansizlar, lekin men bu yerni portlatgan edim. Jin ursin. Yo'q, do'stlar, mana ana o'sha tunnel bu yerda Jitel terrorchi yurar edi. Ana bu yerda quvur bo'lgan ekan. Ana xolos, mana shu yerdan suv oqishdan to'xtagan, lekin ana shuning uchun tomorqalarim qurib qolgan. Jin ursin, mer meni o'ldiradi. Aniqroq haydab yuboradi, o'ldirmasa kerak yoki o'ldiradi. Mayli, hozircha buni hech kim bilmasligi kerak. Bu kichkinagina sirimiz bo'lib qoladi. Do'stlar, hech kimga aytmanglar. Buni hal qilamiz. Hozir merning yoniga boramiz va biror nimalar deb gapni aylantiramiz va tuzatishga harakat qilamiz. Xo'sh, janob mer, Ko'rdingmi quvurni? nima qilamiz? Bilmadim, men santexnik chaqirganman. Zo'r-ku. Ungacha esa bizga suv olib kelishadi. O'sha suvni quduqqa to'k. Menmi? Senga yordam berishadi. Bo'pti, quduqqa to'kish kerak bo'lsa to'kaman. Omad senga. Hozir nima qilay? Hozir damingni ol. Bo'pti, mayli, unda ketaman, damimni olaman, mashina kelganda esa chiqaman va suvni quyib olaman quduqqa. Mayli, bo'lmasa, siz boshqa topshiriq yo'qmi? Hozircha yo'q. Bo'pti, unda hozir ketdim. Bo'ldi, ketaver. Hop. Haydashimchi. Bilmadim bunga nima yo'l qilganman. Balki xo'sh, do'stlar, menga hozirgina mashina ovozi eshitilgandek bo'ldimi yoki rostdan ham kimdir bu yoqqa keldimikin? Salom, men suv Salom. tashuvchi. Quvurlarni olib keldingiz, Albatta. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Bu suv bizga qanchaga yetishi mumkin? Eng kamida bir haftaga. Bir hafta bo'lsa yaxshi. Menimcha bir haftagacha yetmasa ham kerak. Chunki suv kuyitadi-ya, lekin usta kelib hammasini tuzatib ketadi. Shu yerga hammasini to'kishimiz kerak suvni. Chunki agar u yerga to'kmasak, mana bu yerga suv kelishdan to'xtaydi. Bo'ldi, hozir. Quduqning ostida nasos bor va mana shu nasos orqali hamma yoqqa suv keladi. Quduqqa esa juda ham katta quvurdan. Bo'ldi, shu hali. Quvur umuman bu yerda emas. Mayli, do'stlar, chalg'itmaylik ustani, o'z ishini qilsin. Mana shu yerdan o'laysizmi? Ajoyib. Yaxshi. Ajoyib. Do'stlar, bunaqa quvurlar o'ranib biroz xato qildilar. Mayli. Bo'lib turadigan hodisa. Yaxshi, quvurlar birin-ketin qo'yilib, to'g'ranib ketyapti. Mana shu yergacha yetsa bo'ldi, ish qilib do'stlar. Anchagina uzun. Dadang, yiqib tushishi mumkin. Hop, Tagiga blok qo'ying. hozir bir daqiqa.
Anaroq bir daqiqa emas. Ya. Mana. Bo'ldi, menimcha shunchasi yetsa kerak. Ortib ham qoladi. Oppa. Mana. Bo'ldi, yaxshi. Xo'sh, ishlar qalay ketyapti? Yaxshi. Xo'p, bo'pti. Bo'la qoling, yaxshi. Xo'sh. Okey, biroz bo'ldi. Shuni men qo'ysam bo'ladimi? Menga bering. Oppa, Xo'p. yaxshi. Oppa, mana men qo'ya oldim. Xo'sh. Mana bu yerga faqat tushib ketmay ehtiyot bo'ling. Ancha chuqur bu yer. Aha, xo'p. Jenursin, aytib o'tiruvdim-a. Yordam, tezroq. Og'ayni, hozir narvonni olib kelaman. Vahima qilma. Hozir bu bloklar afsuski yetmaydi. Hozir narvonni topib kelaman. Ana qol do'stlar, boshimizga balo orttirib oldik. Ha, mayli, narvonlarni topish oson-ku-ya. Xo'sh, narvonlarni topdim do'stlar. Hozir narvonlarni beramiz. Og'ayni, mana narvonlarni tashlayapman. Ehtiyot bo'l boshingga. Bo'ldi? Yaxshi. Bo'la qol, chiq, men senga yordam berib beraman do'stlar. Ish qilib mer ko'rib qolmasa bo'ldi. Aks holda men tugayman. Chiqib kelyapti sekin, yiqilib tushma. Og'ayni, yiqilma, senga ishonaman. Aha. Yaxshi, ajoyib. Sekin kela qol, qo'lingni ber. Yo'q, sekin. Qo'lingni ber, Jenursin, tushib ketma. Bo'ldi, kel. Bo'ldi, ushladim. Chiqib olding. Ha. Endi davom etamiz. Okey, bo'la qol. Ajoyib. Yaxshi. Buni burish kerak bu tarafga. Sekin tushib ketma. Bu yerga endi qanday qilmoqchisan? Menimcha noto'g'ri qilyapsan. Bu tomonga bo'lish kerak. Ishimni o'rgatma. Axir aytdim-ku, qara qanaqasiga qo'yib tashlading. Mana bu yerga mana bunday burilmami, nima deysizlar buni? Ana shuni qo'yish kerak. O'zing qila olasanmi? Aha, qila olaman. Ha, juda zo'r. Bo'la qol. Bo'lib turadi. Tushunarli. Ana xolos, ko'rdingmi, o'zing qila olmayapsan. Jim tursang qilaman. Nimalar qilyapsan? Unday Hozir bo'lmaydi-ku. Bo'ldi, menga ber. Ko'ramiz qanday qilasan. Qila olaman. Ber menga hammasini ber. Hozir ko'ramiz qanday qilasan. Men o'zim hozir buni qo'yib tashlayman. Aha, yaxshi. Menga to'g'rilarni berding, bunday burilganlarni bermading. Allo. Mana bu yerga qo'yadigan burilmalarni ber. Bo'l. Tashla. Bo'la qol. Hozir ko'rasan qanday ishlashini haqiqiy usta. Bular ham mana bu boshqa gap. Jenursin shuncha quvurni olib yurishini-chi. Hozir quvura fil bu. Buni sindiramiz. Stop. Zo'r yapayapsan. Shoshma, hozir ko'rasan hozir. Mana Oppa, ko'rdingmi? Ana shunday qo'yish kerak quvurlarni. Bu seni ishing bo'lsa ham buni qilay olsamkin. Seni ishing bo'lsa ham o'rningga o'zim qilyapman. Hozir rahmat. Bo'ldi, oldim. Mana quvurlaringni ol. Kelasi safar bo'lmasa meni yordamga chaqirarsan. Xo'sh. Mana do'stlar, afsonaviy moment. Suv ketdi. Ajoyib, faqat birozgina to'kilyapti. Jenursin quduqqa tushmayapti. Yo'q. Olish kerak. Bu yerdan birozgina yerni olamiz va u yerni yopib qo'yamiz. Shunda hammasi juda ham yaxshi. Oqadi. Quduqqa faqat o'tib olish kerak. Yaxshi. Zo'r. Unchalik ham ho'l bo'lmadim. Mana. Jenursin noto'g'ri qo'ydim mana. Va mana bo'ldi do'stlar. Ana endi hammasi oqayapti quduqqa. Ajoyib do'stlar, zo'r. Bilasizlarmi? Menimcha bu unchalik ham yomon g'oya emas edi quduqqa suv to'ldirish. Hoshim merga aytishimiz kerak, hammasi yaxshi ekanini. Dad, nima gaplar? Gaplar juda ham ko'p. Masalan, quvurlar juda ham yaxshi o'rnatildi. Aniqroq men o'rnatdim. Va suvni ham ochdik. Zo'r. Endichi suv bizga bir haftaga yetar ekan. Hammamiz istaganimizcha ishlatishimiz mumkin. Undan tashqari santexnik kelguncha. Va do'stlar, menimcha videoni tugatish vaqti keldi. Baribir boshqa hech narsa bo'lmasa kerak. Agar biror nima bo'lsa, kamerani yoqaman. Sizlar bilan men Derpman bo'ldim. YouTuberlar qishlog'ida edim va hammaga xayr do'stlar.